Bugungi kollagenlarimiz menga farqini tushuntirib bering deb lichkamga yozganlarga bu 10.000 dozada, bu 15.000 dozada. Bular shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir martalik ichishga moslashgan. Mana. Idishi jicha rangli qoraroq, chunki o'zini xususiyatini 100% saqlab qolish uchun qilingan. Buni farqi bu 15 kunda natijasini bersa, bu 7 kunda natijasini beradi. Buni kollagenlarda hozirda hamma biladi. Sochga, tirnoqqa, har xil kasalliklarga, ayollarda jenskiy kasalliklarga juda zo'r ta'sirini beradi. Bu kollagenda yurakchasi, teshikchasi bor bolalarga natijasini olishgan, chunki operatsiyaga yozilganda, shuni 2 oy davomida ichirganda yurak teshikchasi yopilgan. Keyin bunda men o'zimda juda zo'r natija olganman. Ko'zimni tagida, mimikamda jinday ajin paydo bo'lishni boshlaganda, shunda 7 kunda men natijasini oldim. Rasmini ham qo'yaman, ko'rasizlar. Demoqchi bo'lganim, hozirda kollagen ichish juda urf bo'ldi. Kollagenlarning parasholiklari chiqdi, har xil chiqdi. Bu 100% baliqni o'zidan olingani uchun men bemalol tavsiya qila olaman. Keyin hech qanaqa hidi yo'q. Bemalol ichsa bo'laveradi. Shirin mevani ta'mi keladi ikkovidan. Bu jicha shirinroq, bu jicha nordonroq bo'ladi. Bunda hozirda mana ayollarimizda, onaxonlarimizda, o'zimiz onalarimizda siydik tutolmaslik kasalligi bor. Shunda natijasini o'zim olganman va klientlarimda olgan. Bunda olishdi ko'proq. Chunki buni natijasi menga nisbatan 5000 dozada kuchli chiqqani uchun shunda olindi. Jenskiy tomonga ham juda katta foydasi bor.